Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Shiro YouTube kanali. Bugun jigarlar o'zingizlar narxini kommentariyada yozib turinglar. Короче, keyboard, nima? Klaviatura. Nima deyapti jigarlar? Ishlashlari, yozilishlari. Tak, 240 Hzlik monitor ziflerdan. Orqalari yonadigan-da, mana jigarlar. Zifler ko'pchiligi yonsa kerak. Eng muhimi, hozir oxirida ko'ramiz. Case eng muhimi. Bu naushnigi. Naushnigi ham original naushnikdan. Xohlasa mikrofonlari chotki. Mishkalari ham normalniy. Originaldan mana zaryadlanadi. Домашний telefonga o'xshab sayladi. Bu yerdan zaryad oladi. Mana ketdi zaryad oladi. Ko'rdinglarmi? Keyin zaryad olgandan keyin olinadi. Hozir bitta Evercore Poly qolib ketdi. Buni olib kelib berishadigan bo'ldi. Muhim tarafi bu yerda nima kamera ham olganmiz, web kameradan stream uchun. Endi case'ga keladigan bo'lsak, jigarlar mana RTX qo'yilgan 5060 dan. Core i5 nimasi? Tak, yana nimalari bor? Охлаждение. Bulari mana bu yerda turibdi. Tak, mishkasidan ketdik yana yoshlarga. Wilson Gaming Mouse, ZG Mouse 05. Xullas shundan mana. Xo'p, naushnigi VH 650 ekan. 650 degan naushnikdan. Bu ham naushnik. Tak, 700 wattli Reformation nima? Xullas короче 700 wattli kuchligidan. Keyin mana bunaqa kullerlar. S61 degan kullerimiz. Bu bittalik. Buni keyin kuchaytirsak ham bo'ladi. Qo'yib, bu keyboardimiz. Mana shu gaming stream uchun, gamerlar uchun eng qulay nimalardan. Oshiqcha klaviaturada nimalar yo'q. Xo'p, RTX 5260 GameForce kuchligidan video karta nimalarni kuchli oladi. O'yinlarda yana OBS sahnaga OBS mana o'yinlarda Steam'dagi o'yinlar har xil CS:GO, PUBG Mobile, Dota kuchli kачествоlarda FPS'larda olib beradi. Web kameramiz Garpu'dan. Tak, bu Gigabyte'dan iCore plus Intel Core i5. 4-avlod menimcha do'stlar. Yana bilmadim. 5-avlod degan, 4-avlod, 5-avlod xullas bilmayman. Juda yaxshi tushunib endi. Har qalay nomlarni bilamiz. Mana ziflerdan 240 Hz, 300 Hzlik ekan jigarlar mana. 300 Hzlik monitor 27 dyumli ekan. Xo'p, bunisi case. Case'imiz ham $60'likmi degan anaqa adashmasam. $60'lik case'ga shu narsalar joylashtirildi. Va buni iTech do'kondan qildirdik. Zakazga qilib berdi. Bir kunda zakaz qildik. Bir kunda olib kelib berishdi. Kecha zakaz qildik, bugun olib kelib berishdi xullas mana. Nima deyapti stream xonamiz? Bo'laveradimi jigarlar? Xohlasa bundan buyog'i web kameralarni streamni boshlaymiz. Va divan kresloyimiz o'zimizniki, ma futbolka fonni bo'zyapti. Stol ham o'zimizdan. Ertaga yoki bugun kech payti Evercore Poly'ga olib beradi. Splashnoy Poly tushadi. Evercore Poly. Undan keyin streamni ko'raverasizlar jigarlar. Video yoqqan bo'lsa, nasib qilsin deganlar like bosib, yuraklarni qizartirib qo'yasizlar jigarlar. Kommentariyaga case narxini yozib ketinglar. Men sizlarga to'g'ri nimasini aytaman narxini. Keyin sizlarga tavsiya beraman. Hozir CS:GO tortish jarayonida OBS'larni o'rnatib qo'yganmiz mana. CS:GO'da Steam'dan tortyapmiz. 55 GB ekan. Xo'p, AMOLED display nimamiz? Monitorimiz AMOLED mana Avalnoy degan, AMOLED deyman, Avalnoy, Oysimondan. Video yoqqan bo'lsa like bosasizlar.